Xolasa buni Elyor aka bir oydan keyin tayyor bo'lar ekanda, sotib olsa bo'laverar ekan bir oyda. Yo, nima deysizlar qadrli obunachilar, tayyormi? Qassob akalarimizga nima deysizlar kommentariyada? Olib chiqib hozir so'yib bergan yaxshimi, bozorga olib chiqib sotgan yaxshimi? Qanaqa qilsa foyda qoladi? Bitta olib ko'raydimi? Yorug'. 70% kunjara, 30% kepa. Ha. Aralashma ekanda bu. Aralashma. 2,5 kilo etdan 2,5 kilo kech payt deydi. 5 kilo eti bir kunda bittasi. Aralashmami u nima berasiz? Aralashma 3 kilo kunjara, 2 kilo kepa. Assalomu alaykum bozor trend obunachilari. Mana bugun biz o'zimiz mahallamda Elyor akam uyidaman. Novvoslarni qarang, mashalloh, hammaga nasib qilsin. Terib qo'yibdi. Plastoydan tortib Angusgacha bor ekan bu yerda. Xudo xolasa hozir bularni nima yem berib boqyapti, qanchaga olgan, qanaqa dorilar beryapti, yo kasha berib boqyaptimi, ukor qilib boqyaptimi, shularni batafsil sizlarga xudo xolasa yoritib beramiz. Bittadan oldindan like bosib qo'yinglar, shunchalik 9 ta 10 ta novvosni bitta xonada qishloq sharoitida boqish hammaga ham basda. Xudo xolasa nasib qilsin bizga ham shuncha 10 ta novvosni baylab qo'yib ko'chada yitiq tapchigan kiyib yurish. Xudo xolasa Elyor akam kamtardi. Ko'chada yitiq tapchigan uyida 10 ta molni baylab qo'yib. Elyor aka assalomu alaykum. Alaykum assalom. Tuzingiz aka. Yaxshi rahmat. Xirmonda endi bu baraka bersin aka, bizga ham nasib qilsin. Hammalaringga sizlarga ham nasib qilsin. Ilohim ko'z tegmasin. Bittadan like'ni bosib, otasiga rahmat deb ketinglar. Endi xudo xolasa bularni bitta boqsirlarni bizni obunachilarga ko'rib aytib berasiz. Tepasini qarang o'rta. Choy qo'yib ichib o'tirsangiz bo'ladi. Sandal qilib boribdi. Malades, ko'z tegmasin. O'zimizni bu Jaydarim oldi bolasi shekilli. O'zimizni eski chorvalardan qolgan novvoslarda bu. Malades. Buni siraz bitta tushuntirib o'tib ketaveramiz aka. Ha? Necha pulga olgansiz? Qancha yem yeyapti bu? Qaysi oyda olingan? O'sha nimaga yaqin olinganda, qishga 25-yil olingan. 20 millionga o'sha dekabrda boshida olgan. Dekabr 2025-yil. Ha. Narigisini bahorda mana shu 1 yil bo'ladi yaqinda. Ha, bu yillik, 1 yillik bo'ldi. 14 millionga olganmiz. 14 millionga? Ha. Zo'r. Endi buni hozir oldilarini videoga olib orqasidan ham bitta ko'rib qo'yamiz, xudo xolasa. Bular qancha yem yeyapti? Hammasi bir xil yem yeydimi hozir? Yo'q, hozir u chekkada ikkitasi katta. Ashula 2,5 kilo etdan 2,5 kilo kech payt deydi. 5 kilo eti bir kunda bittasi. Aralashmami u nima berasiz? Aralashma 3 kilo kunjara, 2 kilo kepa. Bitta aralashtiraman, 5 kilo bittasi yeydi bir kunda. Ya'ni 2,5 etdaman, 2,5 kech payt. yeydi. Ha, etdaman nechida berasiz vaqtlarini? Etdaman o'sha 8:30da boshlaymiz. 9-10 gacha qarab tugatadilar, xudo xolasa. Endi buni 14 millionga olgansiz, 1 yil bo'ldi. Bunisi-chi? Buni shu noyabr oyida oldik. Buni ham o'sha 20 millionga oldik. Bu Angusga tortishar ekan. Ha, Angusga chatishgan, Angusga. Bu ham 20 millionga olingan. Bu ham yillik-a, 1 yillik. Yo'q, bu noyabrda olindi. 2025 noyabrda. Noyabrda. 20 millionga. Zo'r. Bunisi-chi? Bu ham o'sha 15 millionga Bu olingan. Qirg'iziston shvedmi bu? Shved, qirg'izniki o'zimizni. Yo'q qara. Nimadan Andijondan olib kelganman. Buni uni oqchalla yana bitta sherigi bordim, sotib yubordim, aytib turardim. Sig'may qolibdi. Ha, bu katta bo'lgan sahar sig'may qolishyapti. Molxona ichi kichkina, xudo xolasa mahallaga joy qilib qo'ydik. Buni necha pulga olganman dedingiz? Bular uchtasi 15 milliondan olib kelganman. Ha, bu sheriklari ham bor-da. Mana uchun bu bo'y balati ham mana shu ekan. Mana shu dekabrda boshida oldim, 21,5 ga olganman buni o'zi. 2025 dekabrda 21 millionga olgansiz. Ha, 2025-yilda dekabrda mana shunaqa novvoslar ozg'inlari necha pul edi? Kommentariyaga yozib ketinglar. Qimmat olganmi, arzon olganmi, narxlarni ko'ryapsizlar o'zlaring. Bunisi-chi, bu kichikroq ekan-a? Bu kichikroq, bu ham mana shu yozda olingan. 18 millionda ba'da olinganda. Ha, 18 ga yaqinroq. Yoz bo'lib yozamiz. 2025-yilda olingan. 2025da. Narigisi ham shu. Hali olma o'tish bosgan yo'q u chekkadagi. Nar chekkadagimi? Ha. Bu ham Angusmi? Yo chachish o'xshayotgan. Yaxshi hali anaqa hashaki bas. Ha, zo'r. Yuvosh ekan. Bu oq boshda necha pul olgansiz? Haligini sheriga bu 15 millionliklar. 15 million sheriga. 45 millionga mana shunaqani 3 ta olgan ekan. Bittasi onu. Ma'numidi? Shved. Qirg'iziston shved bilan masi yana bittasi bor degan, uni sotib olgan ekan. Nari chekkadagichi? Bu ham mana shu 18 millionga kelgan bo'lishi kerak. 18 million. Zo'r. Hozir bularni hammasi Elyor aka bir xil yem yeydimi? Bir xil 2,5 kilo. Ikkita katta 2,5 kilodan Oq bosh bilan nar chekkadagi, ha. yeydi. Bular
Ha, ular 6 kilo yeyapti hozir. 3 kilodan 3 yeyapti. kilodan. Ular 2,5 kilodan yeyapti. Ertaman kechqurun 2,5 kilodan 5 kilo. Mana mashinlarimiz o'tdan bag'i shu 2 tadan tashqari 2,5 kilodan 5 kilo ekan. Bir kunda aralashma yemlari. Mana ekosi 3 kilodan 6 kilo edi. Ha, Bu aralashma yemimiz qanaqa yem endi bu berilayotgan. Bitta qo'limga olib yo'maka yayib ko'raylik aralashmasini. Asl bidondagimi? Ha, bitta olib ko'raydimi? Yorug'. 70% kunjara, 30% kepak. Ha. Aralashma ekanda bu. Aralashma. Vitaminlar ham qo'shilganmi ularga? Yo shunda o'zimizni jaydarib boqishdan. Jadara boqish, eski boqish bizda. narsalar yo'q. Ha. Bitta orqalaridan ham ko'rsatib qo'ying-da buni sandallarini, sondiqlari bu o'pishim pachka ekanman. Oldini ko'tarib turingda. Xudo xolasa, Ko'rinaveradi. yo'q. Xudo xolasa buni Elyor aka bir oydan keyin tayyor bo'lar ekanda, Xudo sotib xolasa. olsa bo'laverar ekan bir Xudo oyda. xolasa. Yo, nima deysizlar, qadrli obunachilar, tayyormi? Qassob akalarimizga nima deysizlar kommentariyada? Olib chiqib hozir so'yib bergan yaxshimi, bozorga olib chiqib sotgan yaxshimi? Qanaqa qilsa foyda qoladi? Ili bir oydan keyin nima bo'lishini bilmaymiz. Hozir xudo xolasa 2026-yil 27-martda turibmiz. Bugungi holatda qassoblarimiz 117 ming so'yishyapti. Sizlarda necha pul so'yapti? Qaysi viloyatda qancha so'yapti? 117 ming, 118 minggacha so'yishyapti. Xudo xolasa sizlarga yoritdi deb o'ylaymiz. Qisqacha bo'lsin, hali ko'p video bo'lsa zerikarli bo'ladi. Yana nima kamchiliklar bo'lsa kommentariyada yozib ketsanglar, biz yana kelib xudo xolasa video qilishimiz mumkin. Akamiz bilan xudo xolasa o'z fikrlarini qoldiringlar. Bunga Elyoraga yana silos yo somon bir nima berilyapti. Ha, bu silosimiz hozir endi tugadi. Silosda boqiladida endi qish ichi. Hozir to'xtatildi silos. Hozir endi silos to'xtadi, endi somonni hozir somon bilan yem yeyapti hozir. Endi Somonda drabilkadan chiqarib beriladi, uyutib. Drabilkadan qishda silosga aralashtirib somon bilan berildi. Ha. Hozir endi somonda o'zida. Zo'r. Mashalloh. Havas qilganlar bittadan like bosib, videoda mana shunaqa mol boqadan akalarga jo'natib qo'yasizlar. Foydali bo'lgan bo'lsa, men sizlarni xursandman. Bittadan like bosib, otasiga rahmat shunchalik mol yetishtirganda. Sog' bo'lasizlar.